Salom do'stlar, bugungi videoda Agarda serialining bir qismi bo'lgan, shu yilning 24-sentyabrida taqdim etilgan 4 ta qismdan iborat Marvel Zombilari nomli animatsion serialni tahlil qilamiz va ko'plab savollarimizga javob olamiz. Chunki Wanda va Thor jangi Ikaris nega 5 yil Kapitan Marvel bilan jang qilayotgani va cheksizlik toshlarining kuchiga ega bo'lgan Hulk kabi qahramonlar hammani qiziqtirib qo'ydi. Ayniqsa Zombi Wanda. Bugungi videoda esa serialning barcha qismlariga batafsil to'xtalib, barcha savollarimizga javob olamiz. Shunday ekan, videoga bitta like bosib, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Biz esa boshladik. Shu yilning 24-sentyabr kuni Agarda serialining olamiga kiruvchi Marvel Zombilari nomli animatsion serialni 4 ta qismi taqdim etildi. Unda har bir qism alohida voqelik bo'yicha sodir bo'ldi. Birinchi qismda zombi virusi yerni vayron qilganidan 5 yil o'tgach, yosh qasaskorlar Kate Bishop, Riri Williams, Kamala Khan va Tony Starkning sun'iy intellekti Juma Nyu-Yorkda birga omon qolishgan bo'ladi. Ular zombi Erik Selvigning ichidan kichraygan uzatuvchi qurilmani topishganda guruh Qalqon tomon yo'l oladi. Chunki bu qurilma orqali koinotga, ya'ni Nova korpusiga xabar yo'llash va yordam so'rash maqsadlari bor edi. Ular yo'lda abadiy Ikaris va zombi Carol Danvers o'rtasida davom etayotgan 5 yillik jangga kirib qolishadi. Ikaris zombiga aylanmagan, chunki u Celestiallar tomonidan yaratilgan organik mavjudot edi. Carol esa qandaydir yo'l bilan zombi virusini yuqtirib olibdi. Natijada Ikaris Carolni to'xtatib turish uchun jang qilmoqda. Ikkovi deyarli teng bo'lgani uchun hech kim g'alaba qila olmayapti. Aks holda Carol koinotga chiqib ketsa, hattoki Nova qo'shinlarini ham yo'q qilib olishi va butun koinotga zombi virusini tarqatishi mumkin edi. Buni esa Ikaris vaqtinchalik oldini olmoqda. Voqea davomida Riri zombi tomonidan tishlanadi. Carol Kate'ni parchalab tashlaydi. Riri va Juma Kamalani jang maydonidan olib ketish uchun o'zlarini qurbon qilishadi. U yerda Kamalani Oy ritsari kuchiga ega bo'lgan Blade qutqaradi. Blade'ni ko'rinishga gap yo'q. Bu olamda sobiq Oy ritsari halok bo'lganligi sabab Blade uni kuchiga ega bo'lgan. Ya'ni Xonshu o'ziga Blade'ni avatar qilib olgan ekan. Natijada Blade ancha kuchliroq bo'lib qolgan. Natijada Blade Kamalani Agayoga olib ketadi. Ular Agayo shtatiga kelganida Qalqon bazasida boshqona topgan Melina Vastakov, Alexey Shestakov va Yelena Belovaga duch kelishadi va ular Melinaning qurilmasi orqali boshqariladigan zombi tomonidan qo'riqlanadi. Guruh Nova korpusiga signal uzatish uchun transmitterni kosmosda ishlatish kerakligini aniqlaydi. Bazaga o'liklar malikasi Wanda Maximovga xizmat qiluvchi Akoye boshchiligidagi zombi qo'shini hujum qiladi. Zombi Steve Rogers, Blind Carton, Arvoh va Emil Blonskini o'z ichiga olgan qo'shin bazaning mudofaasini yo'q qiladi va bosib oladi. Zombi Arvoh bazani qo'riqlayotgan qora bevalarni birin-ketin yo'q qiladi. Alexey esa o'zi istagandek zombi Steve Rogers bilan to'qnash keladi. Ammo uni yarmi yo'q edi, chunki ancha oldin balki qalqon otib uni ikkiga bo'lib yuborgandi va Alexey oxir-oqibat Steve'ni o'ldiradi. Blade ham zombi Arvohni o'ldirishga muvaffaq bo'ladi. Melina boshqalarga qochish uchun o'zini qurbon qiladi va ular bu yerdan surib qolishadi. Shu tariqa birinchi qism ham o'z nihoyasiga yetadi. Ikkinchi qismda flashback sahna bo'lib, unda San-Fransisko shahridan Pinning katta xatosi sabab tarqalayotgan zombi virusidan qochayotgan Shang-Chi va uning eng yaqin qiz do'sti Katie Chen hamda FBI ofitseri Jimmy Woo va tirik qolgan Rick Dennis va Sandra Shang-Chining otasi Wen Shu boshchiligidagi 10 halqa tashkiloti tomonidan zombilar to'dasidan qutqariladi. Shang-Chini zombi g'arch etib tishlab oladi. Wen Shu esa infeksiyani o'z ichiga olish uchun Shang-Chiga mistik 10 ta uzukni beradi va guruhning qochishiga vaqt ajratish uchun o'zini qurbon qiladi. Hozirgi vaqtda Skrull qaroqchilariga qarshi kurashgandan so'ng Shang-Chi, Katie va jamoasi Kamala guruhi bilan birlashadi va ular Balon Zemo joylashgan hududga borishadi. Ikki guruh sigirlar evaziga birgalikda ishlashga rozi bo'lishadi va Oy ritsari kosmik kemada yangi Asgardda joylashganligini aytadi. Zombi Wanda Kamalaning orzularini ta'qib qiladi. Zombi Akoye zombi to'dasini boshqaradi va dengizdagi Neymar boshchiligidagi talokorlarga ham ongviy ta'sir o'tkazadi. Baron Zemo uy qilib olgan bizga filmlarda ko'rsatilgan suvda suzib yuradigan raft qamoqxonasiga qahramonlarni taklif qiladi. Ammo Atlantidaliklar, ya'ni talokorlar Wanda ta'sirida kemaga hujum qilishadi va kemaga ularni qiroli Nemor hujum qiladi va kemaga kirib oladi.
Baron Zemo xoinlik qilib o'zi qochib qahramonlarni zombilarga aylangan talokanliklarga tashlab ketmoqchi bo'ladi. Nemir esa yo'lida duch kelgan odamlarni shafqatsizlarcha o'ldirib tashlaydi. Hattoki uni Blade, Kamala va boshqa qahramonlar birlashib ham to'xtata olishmaydi. Va eng qizig'i, Nemir Hulkka mo'ljallangan vakuum qamoqni ham buzib tashlaydi. Kamala esa oxiri qobiliyati yordamida Nemirni boshini maydalab yuboradi. Yelena esa boshqalarni qutqarish uchun kemada o'zini qurbon qilishga majbur bo'ladi. Shu tariqa ikkinchi qism ham o'z nihoyasiga yetadi. Uchinchi qismda bizga flashback sahna ko'rsatishadi, ya'ni 5 yil oldingi voqealarni. Unda Peter Parker, ya'ni o'rgimchak odam, Scott Langning boshi va T'Challa Wakandaga faqat Thanos zombi tomonidan zabt etilgan Wakandaning va barcha vakandaliklar zombilarga aylanganini ko'rish uchun keladi. Thanos yerga kelgan, ammo qandaydir yo'l bilan zombiga aylangan bo'ladi. Har doimgidek Thor, Raketa va Groot birgalikda yetib kelishadi, ammo Thanos kuch toshi yordamida ularga zarba yo'llaydi. Natijada Raketa ham Groot ham omon qolishmaydi. Thor esa og'ir jarohat olib hushidan ketadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Thanos cheksizlik toshlarini kuchidan yaxshi foydalana olmayotgandi. Ammo Thanos haqiqat va vaqt toshini ishlatib ko'rib, asta aqlini ishlata boshlaydi. T'Challa esa aql toshi bilan Thanosga qarshi zarbalar beradi. Ammo Thanos bo'shliq toshi bilan uni tortib oladi. T'Challa esa Thanosning Wakandaning tubida joylashgan ulkan reaktorga itarib yuboradi va ular halok bo'lishadi. Toshlar esa nurlanib voqelikni o'zgartirib yuboradi. Bu bo'lgan voqealarni Spider-Man aytib berayotgandi. Sehrgarlarning aytishicha, o'liklar malikasi yoxud qizil jodugar Vanda Parij tomon harakat qilmoqda ekan. Chunki u yerda cheksizlik toshlarini kuchini saqlab turgan Hulk bor edi. Borada esa Blade va Kamala yangi Asgard tomon yetib borishadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, endi shahar ulkan baland devorlar bilan o'ralgan. U yerda ularni Valkyria kutib oladi va Blade sabab ularni ichkariga kiritishadi. Ichkarida esa katta ziyofat bo'lmoqda. Asgardliklar mazza qilib bochkadan sharob o'rniga qon ichishmoqda. Stolda esa zombi ovqatlari bor edi. Taxtda esa basharasi kuyib ketgan kapakchi Thor o'tiribdi. Valkyria esa Kamalaga Zakoviya malikasi ularga oziq-ovqatdan yordam berayotganini aytadi. Keyin Vanda paydo bo'ladi. Vandaning aytishicha, Vanda voqelikni boshqarish sehri yordamida o'zini davolagan ekanligini aytadi va Hulkni yengish uchun asgardliklarni ham zombilarga aylantirmoqda. Chunki asgardliklar jismonan ancha kuchli hisoblanishardi. Natijada Kamala va jamoasi bu yerdan qochishni boshlab yuborishadi. Ular Valkiriyani samo kezar kemasidan foydalanishadi. Ammo Vanda qudrati yordamida ularni ushlab qoladi. Shu paytda Thor yordamga qo'shiladi va Kamalaga sen qasaskorsan deb o'zi Vandaga qarshi jangga kiradi. Jang davomida Thor qanchalik harakat qilmasin, Vandaga kuchi yetmasligini ko'rishimiz mumkin. Chunki chaqmoqlar Vandaga ta'sir qilmasdi. Kamala va jamoasi paytdan foydalanib bu yerdan kosmos tomon uchib ketishadi. Ular fazoga chiqishganlarida yerni karantinda ushlab turgan Nova korpusi kemalarini ko'rishadi. Ular yerga kirish va chiqishni butunlay to'sib qo'yishgandi. Eng qizig'i shundaki, ular umuman yerliklarga yordam berishni istashmaydi. Natijada 3-qism ham o'z nihoyasiga yetadi. 4-qismda Nova korpusi kosmik kemani urib tushiradi. Ammo qahramonlarni Kamartaj sehrgarlari qutqarishadi. Ular Kamala va jamoasiga cheksizlik toshlari 5 yil oldin katta portlash yaratib, dunyoni yarmini yo'q qilganini, Bruce Banner esa o'zini o'zi qurbon qilgan va cheksizlik toshlarining energiyasini ushlab turganini aytishadi. Hulk gamma nurlari sabab Hulkga aylangan. Cheksizlik toshlari ham asosan filmda Bruce aytganidek gamma nurlari chiqaradi. Natijada Hulk Parijda cheksizlik toshlari kuchini saqlab turibdi. Voqea davomida bu yerga Vanda yetib keladi va Hulkni mag'lub etish uchun o'zi uchun toshlar kuchini olish uchun yetarli zombi to'playdi. Bu qo'shinda taloganliklar, vakandaliklar, asgardliklar hamda super qahramonlar bor edi. Infinity Hulk dastlab qahramonlar uni himoya qilish uchun kelishidan oldin zombilar bilan kurashadi va ularni parchalab tashlaydi. Lekin tez orada taloganliklar Hulkga katta zarar yetkazishadi. Shu orada zombilangan Thor keladi va Sara London ustasi va Blade'ni chaqmoqda qovurib o'ldiradi. Katta qo'shin Rintrandni ham o'ldiradi. Shanchini zombi tishlab oladi. Keti, Parker va Langni ham mag'lub qilishadi va Okoye Valkyria bilan birga bir jangga kiradi. Infinity Hulk Thorni o'ldirish uchun balandga sakraydi va Thorni ezib tashlaydi. Bu holat bizga Thor Ragnarok filmidagi Hulk va Thor jangini eslatadi. O'sha sahnada ham Hulk shunday sakrab Thorni knockdown qilgan edi. Bugun Hulk ancha kuchliroq, Thor esa kuchsizroq bo'lganligi sabab tez yengiladi.
Ko'pchilik xalqda cheksizlik toshlari bo'lishini uni yengilmas qilishi kerak edi deyishmoqda. Aslida esa Bruce Hulkka aylangach aqlining bir necha foizidan ayriladi. Tabiiyki, Hulk ham zombi Thanosga o'xshab toshlarning kuchidan 100% foydalana olmaydi. Bundan tashqari bu katta qudratni ushlab turish uchun ham katta energiya talab qiladi. Hatto bu Hulkni o'limiga ham olib kelishi mumkin edi. Bu orada Wanda Kamolaga ruhiy zarba bera boshlaydi. Qolganlar ham birin-ketin mag'lub bo'lishadi. Hulk kuchli portlashni keltirib chiqaradi. Bu esa uni himoyasiz qoldiradi va Wandaga uning kuchini olishiga imkon beradi. Dastlabki rad javobiga qaramay Kamola Wanda uni dunyoni qayta tiklashga yordam berishiga ishonadi. Wanda shunchalar kuchli ediki, hattoki cheksizlik toshlarini ham boshqara oldi. Ko'r-ko'rona portlash sodir bo'lgandan so'ng Kamola uyg'onib, Riri va Kate bilan yana ko'rishadi. Go'yo hamma narsa normal holatga qaytgandek edi. Biroq haqiqat ko'rina boshlaydi. Va haqiqiy Riri Kamolaga tizimni buzganini va u ko'rgan narsa haqiqiy emasligini aytadi. Shu bilan Marvel zombilar serialining 4-qismi ham yakuniga yetadi va 1-sezon yakunlanadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu serial menga juda yoqdi. Ammo ba'zan tushunarsiz va mantiqqa zid holatlar juda ko'p bo'ldi. Masalan, Nemirni bizga juda kuchli qilib ko'rsatishdi. Wanda esa kutganimdek to'rdan ancha kuchli bo'lib chiqdi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu serial menga juda yoqdi va serialga 10 dan 8 ball qo'yaman. Marvel zombi serialining 2-sezoni katta ehtimol bilan 2026-yilning kuz fasliga chiqariladi. Mana azizlar, bugungi tahlil videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar.